Chamamda bizim rayon bo'yicha endi bitta yuzga kelgan endi odam bor o'xshaydi. Hozir biz bir asrni ko'rgan, ya'ni 100 yoshni nishonlayotgan Gulshan buvijonimizni tabriklashga keldik. Albatta quruq kelmadik. O'zimni nomimdan hamda Zahro supermarket nomidan kirib buvijonimizni tabriklab sizlarga chiroyli obzor qilib beramiz. Ketdik. İçimge sığmaz, ko'zimdan yoshim ham tinmas. Ona qarang bu tush emas, bugun to'yim yonimdasiz. Shukr ona bag'rimdasiz. Man Izatilloya duxterish Maroyam. Ha. 100 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Aynam Xudoyni ko'rsatganiga shukr. Xudoyni yetkazganiga shukr. Men qabrlar shukr ona. Sizni bitta Angren emas, butun O'zbekiston ko'radi. O'sha uchun bitta xalqimizni duo qilib qo'ying. Podshohimizga insof bersin, zamonamiz tinch bo'lsin. Xudoyo Parvardigor podshohimizga dini boshi sog' bo'lsin, shularga umr bersin, qarilarga imom bersin. Yuzga kelib, yuzdan o'tib, so'zga kelib yursin. Xudoyo farzandga farzand bersin, farzandi borda farzandini ko'paytirib bersin. Zaratdan egajonim. Yaxshi kunimni ko'ringlar, yomon kunimni ko'rmanglar. Allohu akbar. Hormana. Farzandingiz, o'g'lingiz, navarangiz bor. Kimlar? Bitta sanab beringchi avlodingizni. Eng kamida ikkitadan bor hozir. Katta farzandim Fardoboy. Aha. Muzaffar. Muzaffarni eng katta farzandi kim? Yo'q, katta farzandi o'g'il emas, qiz. Bundan keyin tag'in ikkita bor. Kichkina hali. Kichkinami? Ha. Azizlar, hozir mana ammam 5 ta avlodni sanab berdilar. Mana 5 ta avlod mana shu yerda yig'ilgan. Qizlari, navaralari, avaralari, chavaralari. To'g'rimi? Yuzlaringizdan keling ona bir o'pay. Yig'lab turgan ko'zlaringizdan keling ona bir o'pay. Keling ona bir Jannatimiz boshim tegar sajdagoh. Duo qiling. Zahro supermarket do'koni sizga sovg'a jo'natdi-da. Borib buvimga ayting, bizni ham duo qilib qo'yishsin dedi. Shu bitta Zahro supermarketdagilarga bitta duo qilib qo'ying shularni. Allohu amin. Hamisha shatri xotiringizga bersin, tinchlik bersin. Xudoyo shu magazinni ochganni ham, magazinchini o'zlarini ham dini boshlari sog' bo'lsin, ko'p yashaganda joshini bersin, ko'p ko'rganda kunini bersin. Magaziniga baraka bersin. Qo'li qizi ko'p bo'lsin, dibiri ko'rsin. Xudoyjon Parvardigori. Magazini hamisha barakali bo'lib turib, Parvardigor magazini hamisha ko'p narsalarni olib kelib sotib bering. Ona qarang bu tush emas, bugun to'yim yonimdasiz. Shukr ona bag'rimdasiz.